Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom. Keling. Meni 5 yoshli o'g'lim tutqanoq kasali bilan tutib qolardi. Doktorlarga olib bordik, rosa davolatdik, bo'lmadi. Oxiri siz oldingizga olib keldik. Ancha yaxshi. Bo'lib qoldi, o'zgarishlari yaxshi. Endi tutqanoq tutmayaptimi? Endi yo'q, mana 3 oydan beri yaxshi. Tutgani yo'q. Tutgani yo'q bir marta ham. Xo'p. Ancha tuzuq bo'lib, shifo topib ketdi, mana yana oldingizga keldik. Siz qayerdan keldingiz? Namangan Chorsi, Yanqo'rg'ondan keldim. Namangan Yanqo'rg'ondan. Ha, Yanqo'rg'onda. Xo'p. Familiyangiz, otingiz kim? Otim Mirzarayim Muqaddas. Xo'p. Muqaddasxon o'sha dorini olib borib, men aytganda qilib ichirdingiz. Ha, ichirdim. Birorta ziyon bo'lmadimi? Ziyon bo'lmadi, yaxshi bo'lib, mana yurib, otday bo'lib yuribdi o'g'lim. Shu dorini olib borib, o'sha biz aytganday qilganingizdan keyin mana Xudo xolasa Alloh shifo beribdi. Ha, shifo beruvchi Alloh. Shu bilan yaxshi tomonga yurdilar. Mendan xursand bo'lib, meni izlab kelyapsiz hozir. Tenjaningiz sog' bo'lsin, mana doktor keldik yana oldingizga. Xo'p. Parvardigor shifo bersin. O'g'lingiz hozir xursand. Xursand, yaxshi. O'zini olib kelmabsiz? Yeb ichishlari yaxshi. Tutqanoq tutmay qo'ydi. Yo'q, tutmay qo'ydi. Endi siz hunaringiz nima voya? Meni hunarim endi chevarchilik. Bola siz oldingizga borib, o'sha sovuq joylarda yoki shobada ovozlarda yurmaydimi? Chang-chunglarda? Yo'q, uyda yurmaydi. Bog'chaga boradi. Yaxshi, hozircha tuzuq bo'lib ketdi. Ancha kelini mashinalarga davolatgani, ko'rganlar, boshqa qilganlar hammasi shifo topar ekan. Haqiqiy ekan, mana. Siz mendan xursand bo'ldingiz. Xursand bo'ldik mana. Endi namozingizda duo qilib tursangiz bo'ladi. Xudo xolasa, duolarni qilib. Bugun nima sababdan keldinglar bu yerga? Bugun mana shu kelinimiz Boparxonni buyragi shamollab ichalari narsa bo'lgan ekan. Og'rib, ichalari elginda bo'lib. Siz shifo topganingiz uchun bilan ham ishonch hosil qilib olib keldim mana. Endi inson to'g'ri gapirgani, podgotovka siz gapirgani yaxshi-da, priyamoy. Hozir o'sha bola ham bir katta bo'lib, bir vaqt soatga kelganda meni eslaydi. Eslaydi. Sho'xoda menda olganda, shtabi boqada Parvardigor Alloh Xudo shifo beruvchi, ixlos, yaxshi niyat bilan kelgan bo'lsalar, mayli keling, tomiringizni ko'rib qaymomat o'tiring. Tomiringizni ko'rib turib, bir diagnoz qo'yamizda, keyin ozgina ismingiz kim edi? Ismoilova. Ismoilova qachonroq gapiring? Boparxon. Ismoilova Boparxon, qayerdan keldingiz? Mana shu Yangiqo'rg'on tumani, Namangan viloyati. Yaxshi, qani tomiringizni ko'raman hozir. Xo'jayingiz tomir qursam, so'kmaydimi sizni? Ruxsat keltirdim. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh Parvardigor yana. Mana o'ng tomonda qovurg'a bor. Shu qovurg'aning tagida qovurg'ada og'ir bo'ladimi? Bir osilish har zamonda bir shu sezasizmi? Qiladi bir narsa. Ko'ngil aynish bormi? Endi men sizga savol beraman, savolga javob bering. Ovqat yegandan ko'ngil aynish bo'ladi. Bu yerda ozgina o'sha osilish bor o'ng tomonda yetim qovurg'aning tagida. Belingizda toliqish bor ekan ozgina. Shu gapim to'g'rimi? Yo, men sizni tanimayman. Apparat qog'ozingiz bormi, yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Ko'zingiz tumanlashadimi ba'zida bir? Ko'ngil ayniydi. Bir o'sha ozmoz kekrak bo'lib, sham bo'ladi sizda. Qorin atrofida og'riq bo'ladi sizda. Endi avvalo Xudo meni ixlos bilan kelgan bo'lsangiz, sizda endi ozgina yana bitta narsani aytaman. Ozgina aritmiya ham bor ekan sizning yuragingiz bez orqali. Yuragingiz siqilib qolar ekan ba'zida. Shunaqa holat bormi? Ha, bor. Siz tasdiqlab turing meni gapimni. Noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri aytdingiz deng. Shu narsalar endi sizda asosiy o'tpagingizda o'sha shamoldash, xolesistit kasalligi, mayda qumlar to'planib qolgan voya. Buning natijasi kelayotgan safro yaxshi tushmayapti pastga. Uning natijasi ko'ngil aynib, ba'zi bir holatlarda achchiqroq qusishingiz ham mumkin. Bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi men sizni tanimayman, birinchi ko'rishim. Buning natijasi og'riq bo'ladi, asabingiz qattiq buzilyapti. Yuragingizga aritmiya beryapti voya. Aritmiya degani yurak har zamonda bir tashab qo'yadi.
asabingiz buzilib, xuddi birov bilan bir g'ashingiz kelib, ranglaringiz ozgina o'zgarish holatlari bo'lib turishi mumkin sizda. Endi bir o'zi apparat qog'ozlari ham bo'lsa, pisar kelganingizda olib kelsangiz, solishtirib ko'ramiz, davolaymiz sizni. Albatta bu harakat qilsa tabiiy giyohlarning ziyoni yo'q, lekin aritmiya bor ekan. Buni o'tpaning natijasida o'tpak, jigar, buyrak, yurak bular bir-biriga bog'liq. Birorta organ yo'qki bir-biriga bog'liq bo'lmasa. Hammasi bir-biriga bog'liq. Mana hozir siz tomoningizda ko'rdim. Siz tasdiqlang. To'g'ri gapirdimmi, noto'g'rimi? To'g'ri. Ana shunaqa biletda siz aytmoqchi talabalar. Ovqat ozgina ovqat yesam qonim dam bo'lib pishib ketadi. Tushundim. O'sha xolesistit kasalligi. Qo'lim behuzur bo'lib turadi. Yo'q, men aytganim shu to'g'ridan tasdiqlaysizmi shuni? Ha. Mayli, ixlos bilan kelgan bo'lsalar, bir chiroyli bir kurs dori qilib beraman. Niyat bilan kelsa bir 15 kun qilib kelasiz qizim. Nimaga Xudo xohlasa. apparatga tushib kelam o'ziga? Kelganda kelayotganingizda bir apparatdan tushib kelsangiz, o'zi qog'ozni ko'rib, kelabsa o'zdan davom ettiramiz. Shu bilan yaxshi bo'lib ketasiz inshaalloh. Na, ishlamas, ozgina ishib ketadi. Yo, bu buyragingizda ish bor deyapman. Buyragingizda ozgina o'sha shamollash bor. Nefrit kasalliklari deydi. Buyrakda tuz to'planishi o'shalar. Endi albatta bizga o'sha apparat qog'ozlari yordam beradi. Lekin hozir men tomiringizni ko'rib, men shu diagnozimni qo'yib, shu diagnoz bo'yicha sizga dori beraman.